Hop, video dars ketdi. Navbatdagi darsimiz sensing bo'limiga oid bo'ladi Scratch'da. Ya'ni bu sensing bo'limi o'zi aa, sezgirlik degan ma'nosini bildiradi. Ko'rib turadigan bo'lsak, bu yerda bir qancha kod bloklari bor. Ulgurganimizcha tushuntirishga harakat qilib o'taman. Birinchi kod bloki touching. Touching degani teginish degani. Ya'ni mana bu mushugimiz biror bir joyga tegsa, misol uchun bu yerda ko'rsatyapti mouse pointer, ya'niki mana bu ko'rsatkichimga tegsa degan ma'noni ifodalaydi. Xo'p, endi buni qanday qilib sinab ko'rsam bo'ladi? Mana buni ichini ochadigan bo'lsak ham edge degan narsa bor, mouse pointer va edge. Edge bu yerda to'siq ma'nosini bildiradi. Sahnada to'rtta to'siq bor: tepa, past, o'ng va chap tomondagi to'siq. Agar bu yerga sun'iy ravishda boshqa birorta to'siq qo'yadigan bo'lsak, misol uchun mana buni to'siq deb bilmaydi, buni sprite deb biladi. Endi bu yerdagi mana bu Scratch'dagi edge degan kod blogi mana bu devorni, ya'ni sahnani chekkasini bildiradi. Mana shu sahnani chekkasiga tekkanda degan ma'noni bildiradi. Hop, buni bo'lsa sprite ma'nosida tushunib oladi. Endi edge'ni ichini ochadigan bo'lsak ham mana sprite 2 degan nom hosil bo'lib qoldi. Ya'ni bu yerga qanchalik ko'p sprite olsangiz, bu yerga ro'yxat shunchalik ko'payib boraveradi. Xo'p, endi biz quyidagicha narsa qilishimiz kerak. Mana buni yashirib turaman, bu to'siqni. Yashirmasam ham baribir ishlayveradi, lekin chalkashmaslik uchun yashirib olaman. Ya'ni mushukcha qanday bo'ladi? U yoqqa boradi, devorga tegsa orqaga qaytadi. Bu devorga tegsa yana orqaga qaytadi. U yoqdan bu yoqqa borib kelaveradi. Xuddi shu narsani yasashimiz kerak. Endi bu narsani yasash uchun bizga start komandasi kerak bo'ladi. Buni o'zimiz xohlaganimizcha qilsak bo'ladi. Bayroqcha bosilganda yoki qaysidir klavish bosilganda va hokazo. Endi foreverdan foydalanaman. Ya'ni forever nima uchun kerak? Har doim bajarilishini ta'minlab berish kerak. Nimani bajarilishini? Mana bu yerda move degani bor edi. Hozir move'ni ustiga bitta bosadigan bo'lsam, bitta bosishimga 10 qadam yuradi xolos. Endi mana shu forever ichiga qo'yib qo'yadigan bo'lsam, mana ketdi. Xuddi shu jarayon bajarilishi kerak mana. Ustiga bosdim. Mushukchani olib kelaman. Ketdi. Bayroqchani ustiga bossam, yurib ketyapti. Va mana shu joyda to'xtab qolyapti. Sababi sahnani eng chekka qismiga borib tegib bo'ldi. Endi mana shu joyga nima qilsak bo'ladi? Agar to'siqqa tekkanda orqaga qaytsin demoqchi bo'lsak, kontrol bo'limidan boya aytdik, agar to'siqqa tegadigan bo'lsa dedik, to'g'rimi? Mana shu qismidan mana touching, sensing bo'limidagi eng birinchi kod blogini olamiz. Bu yerdan mana mouse pointer emas, edge, ya'ni to'siqqa tekkanda degan komandani olib olishimiz kerak. Xo'p, orqaga qaytaman. To'siqqa tekkanda nima bo'lsin? To'siqqa tekkanda bouncing degani bor edi motion bo'limida. If on edge bouncing, ya'ni to'siqqa tekkanda bouncing bo'lsin. Ya'ni uni aksiga qaytsin. Ketdi. Agar buni olib tashlaydigan bo'lsak, bo'ldi, ana shu yoqqa qarab o'tib ketadi. Buni qo'yib qo'yadigan bo'lsak, mana. If on edge bouncing degani shu. Ya'ni uni aksi tomonga yo'naltirib yuboradi. Hozir bu yerda berilayotgan jarayon quyidagicha. Qadamni sekinlashtiraman. 1. Endi bu yerda mouse pointer qilaman va sichqonchani mana bu yerga qo'yib olaman. Sichqonchaga tek. Buni boshqatdan ishga tushirib yuboraman. Buni olib kelamanda ketdi. Mana. Sichqonchaga tegishi bilan ishlamayapti. Ana endi qaytdi. Ustiga bosilganda ekan.
Hop, xullas shunaqa. Bu sichqonchaga tekkanda degani, bunisi devorga tekkanda degani. Qadam tezlashtiraman. Xo'p, 10 ketdi. Hozir ko'rib turibmiz. 10 emas, 5 qilay, 6 qilay. Hop, to'g'ri. Yurgani bilinyapti. Bu kod blogini ko'rib o'tgandik, ya'ni oyog'i osmondan qarab qaytmasin-da, oldiga va orqaga qaytsin demoqchimiz. Mana left to right yoki right to left. Buni bu joy orqali sozlab qo'ydi. Endi kod blogi sifatida ifodalash mana bu set rotation style orqali amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerdan left to right left to right ni tanlab qo'ydik. O'ngga va chapga aylanyapti. Don't rotate ni tanlab qo'yadigan bo'lsak, qanday bo'lgan bo'lsa xuddi shunday qaytadi. All aroundda oyog'i osmondan holatda ham qaytadi. Ana. Xo'p, demak birinchisi shu bo'ldi. Touching edge degani shu. To'siqqa tekkanda degani. Navbatdagi kod blogimiz touching color. Ya'ni mana shu rangga tekkanda degani. Ya'ni buni kodini ko'rinishini ochib olaman. Xo'p, qaraymiz. Buni olamanda 90 gradusga tenglashtirib qo'yaman va to'xtataman jarayonni. Agar mana shu mushukcha bu rangga tekkanda nima bo'lsin? Bouncing bo'lsin, orqaga qaytsin. Ya'ni bu yo'ldan rangni stilizatsiya qilsam, bir necha ranglarni chiqarib beraman. Xo'p, color bu ranglar, saturation bu xiralik va yoki yorqinlik deyiladi. Qanchalik oqlik bo'lsa, yorqin. Brightness aynan ana shu rangni to'yinganligi. Har qanday rangdan ko'proq beradigan bo'lsak, bu qoralashib ketadi. Kamroq bo'lsak, ochish bo'lib oqarib ketadi. Aynan mana bu yerdagi rangni bir xil qilib olishim o'ta qiyin. Buning uchun nima qilaman? Mana bu yerda pipetkani rasmi bor. Shuni ustiga bosaman va mana bu joyimni alohida sahnani ajratib ko'rsatib berdi. Mashkamni olib olsam, katta lup ochib bergan. Shu yerda bitta tanlab qo'ysam, avtomatik mana shu rang tanlanib oladi. Ana endi bo'ldi. Ketdi. Agar mushuk mana shu to'siqqa tekkanda orqaga qaytadi. Nimaga? Nimaga mushuk tegyapti va uni ustidan o'tib ketyapti, to'g'rimi? Nimaga tegishi bilan qaytmayapti mana? Sabab. Qaraymiz. Mushukni kostyum bo'limidan hop mana ko'rsatishni tanlab olaman. Markazni ko'radigan bo'lsak, markaziga nisbatan olyapti. Markazi qachonki bu yerga yetib kelishi bilanoq keyin orqaga qaytyapti. Mana bu ungacha ortiqcha va o'ng tomonlari yashil rangni ustiga o'tib ketib qolyapti. Hop. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Ya'ni bu yerni mana bu colorni, touching colorni har qanday sprite qo'ysak, demak, aynan ana shu sprite'ni boshqa bir rangga tegishini ifodalab berar ekan. Uchinchisi ham juda oson. Endi uchinchisida yana bitta rang qo'shilib qoladi. Misol tariqasida 90 gradus deyman. Mana bu mushukni mo'ylovini olib tashlayman. Sababi bu menga xalaqit qiladi. Olib tashlayman desam, bosh shunchaki uzilib ketdi. Nima qilaman? Mana bu yerda gruppadan yechish bor. Ungroup bosaman. Qaysidir qismlar gruppadan yechildi. Ana. Endi bu mo'ylovni olib tashlayman. Hop, mana bu joydan mayli, qoraligicha turaversin. Endi qarang. Sariq rang to'tish rangga tegadigan bo'lsa degani bu. Bir rang ikkinchi rangga tegsa degani. Endi mana bu yerdagi birinchi rangni olaman, pipetgan ishlab, mushukni oldidagi yaxshi ko'rinyapti. Shuning uchun nima qilamiz? Mana bu yerdan kostyum bo'limiga o'tamanda bitta qalin qilib chiziq chizib olaman va buni mana bu yerga qo'yaman. Limanda o'rtaga qo'yaman. Ya'ni mana shu qora rang ko'rinib turishligi uchun. Hop,
ketgan olaman. Qora rang qaysi rangga tekkanda? Yashil rangga tekkanda. Bu yashil olaman. Yashilga tegadigan bo'lsa, nima bo'lsin? Bouncing bo'lsin. Va ovoz chiqarsin. Mana böyle start sound bor, ketdi. Tegib turishi mobaynida bir necha bor kod ishlab ketyapti. Mana bu kod blogimiz ham xuddi shu maqsadga kelaveradi. Ya'niki bir rang ikkinchi rangga tekkanda qandaydir jarayon hosil bo'lsin. Hop, ketdik keyingisi. Fencing bo'limidan distance, ya'ni bu yerda operatorlar bo'limidan taqqoslasak bo'ladi. Misol tariqasida hop, mana buni ustiga bosadigan bo'lsam 32 32,01 va hokazo ketyapti. Endi buni yanada aniqroq tushunib olishlik uchun buni olaman, sangrashga qo'yaman, x pozitsiyani 0 ga olib kelaman. Endi qaraymiz. Bu narsa masofani aniqlashga yordam beradi. Ya'ni c degan narsani olamiz va buni ichiga distance solaman va hodisaga biriktirib qo'yaman. Har space bosilganda ham, ya'ni sprite va sifoncha orasidagi masofani aniqlab beradi. Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, kursorgacha, ya'ni mana bu mushkagacha bo'lgan masofani aniqlab beradi. Mana bu distance to mouse pointer. Mana to'liq qo'ysam, hop, qanchalik o'ziga yaqinlashtirgan sari yaqinlashtiraveraman. Mushukka tegdim, lekin 0 deb hisoblayman. Sabab bu mana bu markazidan hisobga olaman. U markazi hop, mana shu o'rtalarda markazi ekan. Shu maqsadda kerak bo'ladi. Endi bu faqatgina kursor bo'yicha emas. Mana bu yerdan agar sprite 2 ni tanlab qo'yadigan bo'lsam, sprite 2 mana bu yashil. Hop, sifoncha, mushukcha va mana bu to'siq orasidagi masofa 181 qadamni tashkil etar ekan. Endi buni biroz orqaroq surib ko'radigan bo'lsam, 258 qadam. Hop, va hokazo 252 bilan yaqinrog'iga olib kelib qo'yadigan bo'lsam, ustiga chiqarsam 20 qadam. Toplayapti. Sababi buni markazga qo'yishligimiz kerak. Hokazo ketaveradi. Bu unchalik murakkab narsa emas. Distance to sprite 2. Endi mana shu narsani qandaydir jarayonga moslab qo'ysak bo'ladi. Ya'niki yurmasin, endi shunchaki miau bo'lsa xolos. Ya'ni agar masofa katta bo'lsa, nechidan, ya'ni mana bu oralig'idagi masofa 100 qadamdan ortiq bo'lib ketadigan bo'lsa, miyovlasin. Hozir tinmasdan miau deb turadi. Qachonki 100 dan kichkina bo'lsa, shundagina to'xtaydi. Yurishiga sabab mana bu yerda yursin deb o'zimiz nomlab qo'ygan edik. Hop, menimcha bu ham unchalik murakkab emas. Ketdik keyingisi. Jarayonni to'xtataman. Keyingi jarayon bizga ask. Bu nima qilib beradi? Misol uchun mana bu yerda yurmasin, endi uni olaman va bayroqcha bosganda deyman. Va looks bo'limidan say degan so'zni olaman. Ko'raman. Bosaman, what is your name deyapti. Ya'ni mendan ismimni so'rayapti va pastga menga bitta input ochilyapti. Input degani ma'lumotlar kiritish joyi degani. Endi mana shu joyga o'zimni ismimni yozishim kerak.
Xoh inglizcha, xoh o'zbekcha, xoh boshqa tilda va hokazo ketaveradi. Lekin mantiqdan javob berish kerak. Inglizcha so'rayaptimi, inglizcha javob berish kerak. My Hop, my name's Hop, Navruzbek. Ketdi. Hello deyapti. Enter'ni bosadigan bo'lsam, ma'lumot shundayicha ketadi. Bu yerdan menga ismimni kiritishimni so'radi va ismimni kiritdim. Bo'ldi, shu xolosmi deyishingiz mumkin. Bu ism qayoqqa ketdi, nima uchun so'radi, bu ismdan foydalansak bo'ladimi deyishingiz mumkin. Albatta bo'ladi. Hop, albatta bo'ladi. Endi mana bu yerga, ya'ni boya ismimizni kiritdik-ku, bu ma'lumot qayerda saqlanadi degansiz. Mana bu joyda answer degan narsa bor. Answerni ichiga saqlanadi. Endi sayni ichiga nima yozsam ekranga chiqarib beradi-ku, mana hello deb turib. Endi buni ichiga answerni qo'yib qo'yaman. Endi boshqatdan ko'radigan bo'lsam, what is your name? Shunchaki ismimni yozaman. Navruz, Navruzbek. Ketdi. Yoki buni bossam bo'ladi, yoki enter tugmasini bossam, Navruzbek degan so'z chiqdi. Endi bitta qo'shimcha narsa qilamiz. Bizda join degani bor. Endi answerni bunisiga qo'yaman. Ya'niki salom deymanda, bu yoqqa answerdan qanday ism kiritsam, xuddi shu ism keladi. Salom faloncha degan ma'no kelib chiqadi. Navruzbek. Salom Navruzbek. Xuddi shu ma'noda foydalanib kelsak bo'ladi. Ask orqali. Hop, shu yerga yetganda darsni birinchi qismini to'xtataman. Qolganini ikkinchi darsda tushuntirib beraman.